Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz qishlog'imdagi o'tgan voqealarni aytib beraman men sizlarga. Qaranglar-da. Mana manba bilan uy almashdim. Yo'q, aldayapti, uyimni tortib oldi. Tortib olganim yo'q-ku. O'zing aytding-ku, uyga uy almashamiz. Mani kiyimim temirchinikiga o'xshaydi. Menga kompot uyi kerak deding. Men kompot uyida turardim. Yo'q, sen atalabda aytding-ki, keyin menga aytding, senga kompot uyi yarashadi deding. Men senga unaqa demadim. Yolg'onchi. Hay, unmasang hozir galamchalarga aytaman. Seni bittada eksa o'qib tashlaydilar. Hoy, mayli. Lekin qaranglar-da hozir. U aytayapti, uy almashmadik deyapti. Lekin almashganmiz. Men o'zimni hamma narsalarimni qo'yib qo'yganman-da. Janob merga aytmasam bo'lmaydi-da bu ishni. Janob mergina hal qila oladi. Xo'sh, do'stlar, aytinglar unga. Agarda bu joy meniki bo'lsa deyapti. Hujjat kadastr ham qildik-da. Keyin aytayapti, bu joy meniki bo'lsa qaytarib berasan, kadastrini borligimi yo'qligimi menga farqi yo'q deyapti. O'zinglar aytinglar-da, janob mer oldiga boraylik. Janob mer hammani uyda yuraveradi. Ko'chada ko'proq yurishi mumkin. Mana janob mer. Janob mer, to'xtab turing. Qochib tur. Shoshilyapman. Janob mer, axir bizda muammo bor. Qanday muammo? Anavi temirchi bor-ku, xuddi o'sha uyga uy almashgandik. O'zingizam bilgandingiz u narsani. Keyin u aytayapti, uyga uy almashganim yo'q. Uyimni qaytarib ber deyapti. O'z aytmasangiz bo'lmaydi unga. Meni har kuni bezovta qilardi. Aytadi, bu meni uyim, chiqib ketdi. Xo'p, aytib qo'yaman, sen o'zing borib aytib turgan, men ertaga unga aytaman. Hozir. Xo'p, rahmat, janob mer. Arzimaydi. Men bitta galem. Boyki ana aytgan galem. Temirchi aytgan. Hoy temirchi, seni janob mer chaqiryapti. Agar bormasang yomon qilar ekan. Qo'ysangchi, men hali hech kimga yaxshi qilmadim-ku. Aytib berdim janob merga. Seni uy talashayotganingni. Meni uyimni ham o'zingni uying deysan-e. To'g'risida u meni uyim-ku. Gapimni eshit, to'xta. Ketib qolmasdan. Janob mer san chaqiryapti. Xo'p, mayli, boraman oldiga. Tez bo'lmasang yo'q qilar ekan seni. Qishloqdan haydab yuborar ekan. Ana bo'ldi do'stlar. Короче, menga qishloqda har bir insonga uy yasash yoki almashtirish mumkin-da, biz almashtirgandik. Keyin u aytayapti, uy almashmadik deyapti. Sen o'zing majburlading deyapti. Nima qilay lekin? Aytinglar. Xo'sh, men bir daraxt chopib kelay-da. Daraxt. Do'stlar, obuna va like bosib qo'yinglar. 500 tagina bo'lay. Atiga 28 tami qoldi. Atpiska bosmanglar. Atpiska bosib tashlabsizlar. Xo'sh. Daraxtga olaymiz-da. Keyin janob merga aytamiz. Gaplashib qo'yibdimi yo'qmi? Gaplashib qo'ygan bo'lsa zo'r bo'lardi. Ozgina daraxtga olay.
Xohlasangchi. Bo'ldi, yetadi mana shuncha daraxt. Do'stlar, aytinglar-da o'sha temirchiga. Kommentariyada yozib qo'yinglar. Uyga amalashgan ekansizlar. Bo'ldi, bezovta qilmanglar deylar. Men endi uni topishim kerak, janob mer. Mana bu janob mer o'g'li. Salom janob mer o'g'li. Shahboz. Yaxshimisan? Yaxshiman. Nima deysan? Adang kecha temirchiga aytdimi? Ha, aytgandi, eshitaman. Seni u qaytib bezovta qilmasa kerak. Rostdan aytyapsanmi? Gaplashdilarmi? Aytib qo'y, lekin aldayotgan bo'lsang, adangga aytaman, pishq qiladilar. Qo'y, aldaganim yo'q. Adam agar kimnidir aldasang, tilingni uzatishmaydigan. Ana ko'rdingmi, men bilaman. Dadangni qanaqaligini. Shuning uchun aldama meni. Rostdan ham aytdilarmi? Ha, aytdilar. Ishonmaysanmi menga? Yo'q, ishonmayapman-da. Hozir janob merdan so'rab ko'ray. Temirchini o'zi-ku. Hoy temirchi, senga janob mer ikkinchi men bezovta qilmagin dedimi? Ha, aytdi. Endi ikkinchisini bezovta qilmayman. Bo'ldi, shunaqa bo'lsin. Janob merga aytaman, yomon bo'ladi. Yana janjal qiladigan bo'lsang, haydab yuboraman. Tushundingmi? Ha, tushundim. Bo'ldi, shunday bo'lsin. Endi biz uyimizga boramiz. Bo'ldi, mazza. Endi bizni hech kim bezovta qilmaydi. Bum. Do'stlar, janob mer aytgani uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Xo'sh. Men sandiq yasamoqchiman. Taxta ham yasab qo'ydim. Endi sandiq yetadi, ikkita sandiq. Xo'sh. Tugma uydan chiqayotganda. Bunday qilib qo'yaman, chiqaman. O'zi yopilib qoladi. Button ana. Ko'ryapsizlarmi? Mana yopilib qoladi. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz, o'zi yopilib qoladi. Tejadik-da vaqtda. Ana. Videomiz shulardan iborat edi. Hammaga xayr, obuna va like bosgan zo'radan. Iltimos obuna bo'lib qo'ying.